Shogird, o'zimizni shiorni bir eslating. Akfachilar bor, akfachilarning yaxshidir. Akfachilar bor. Hayvonundan yaxshidir. Biz yog'ini aytmaymiz. Ha, topdimmi mana aka? Menga qara, men fortishkani qachon qo'yib berasan? 1 yil bo'ldi bitta fortishkaga. Akajonim, ro'zai Ramazon kunida insonni qalbini ortish yaxshi emas. Qalbinggachi tupurib yeganim bor. Sovqatib o'ylayman endi. Akajonim, o'zingizni bosing. Ro'zai kunida ro'za bo'lishingiz mumkin aka. Sog'lig'ingizni yo'qotishingiz mumkin. Aka, sog'liq topilmaydi. Hamma narsani topsa bo'ladi. Hozir men sizga tushuntirib beraman. Tem bo'lib biz insonlarning haqqiga xiyonat qilgan inson emasmiz. Shogirdga chaqiring hozir. Shogird, qarab oling. Ha bo'lishdi. Sizga hozir sistemani tushuntiraman. Qarang, do'ppizni yechyapmiz. Shogirdga kiygizamiz. Qalay, yarashdimi? Endi shogirddan olaman. O'zimga kiyaman. Yaxshimi? Endi do'ppizni olaman-da, oxirida o'zingizga kiygizaman. Qalay? Hop, nima bo'pti? Maqsad nima? Yo, akajon, sizni pulingizdan qarang, shuncha odam foydalanyapti, shuncha odam xursand bo'lyapti. Ortiqchasizni qo'yib bermaymiz emas. Faqat sal kechroq qo'yib beramiz. Shogird, siz ishni qiladingmi? Alisher Navoiyning davrida insonlar bir-biriga yomonlik qilmagan. Odamlar birov-birovning haqqini yemagan. O'sha insonlar avlodidanmiz aka. Usta, qaysi birda qotiri? Mana unda qotirman unda. Qaysinda? Mana u drelda qotir drelda. Bir pas tursang, men bir kishi uxlayapti. Aka, Nodira begimlar bor.